Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 24-dars. Mavzuyimiz sonlarni ayirish. 53-betni ochsangiz, u yerda bizda 7 va 8 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. Darsimizni boshlashimizdan oldin bitta yangilikni aytib o'tib ketmoqchiman. Endi bizni 3 ta fanimiz, ya'ni rus tili, ingliz tili va ona tili fanlarimiz faqat Telegram kanalda bo'ladi. Agar darslarimiz yoqgan bo'lsa, albatta Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Biz sizlar bilan u yerda yangi kanal tuzamiz, ya'ni kanalimiz pullik bo'ladi va bizni qo'shilgan obunachilarimiz u kanalda bemalol darslarni kuzatib boraverasiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda ko'pchilik bizga kommentariyaga savollarni beradi. Biz lekin savollaringizga ko'piga javob bera olmaymiz. Sababi judayam ko'p obunachilar bor. Hozirgi Telegramning o'zida bizda 7000 tadan o'tib ketgan obunachilarning soni, uchta kanalimizga hisoblaganda. Alohida kanal ochsak, u yerda pulli bo'ladi va odamlarning soni kamroq bo'ladi va biz sizlarda u yerda bemalol savollaringizga javobni beraveramiz. To'liq ma'lumotni albatta Telegram kanalda bo'ladi. Shunga Sanur maktab mana bu yerda turgan kanalga qo'shilib qo'ying. Bugun kechasi men sizga to'liq ma'lumotni aytib beraman. 7-vazifamizni bizda hisoblangda berilgan. Biz sizlar bilan shu 6 ta masalani hisoblab chiqamiz va iloji boricha osonroq usul bilan. Ya'ni birinchi o'rinda keling biz sizlar bilan aniqlab olaylik, qaysi birini birinchi ishlashimizni. Bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi bo'ladi bular. Xo'sh, demak, e'tibor bersangiz, birinchi vazifamizda qarangda 45 minus 9 plus 4 berilyapti. E'tibor bering, yaxshilab qarasangiz, biz sizlar bilan 45 minus 9 qilishdan oldin 45 ni 4 ga qo'shganimiz yaxshiroq bo'ladi. Nimaga? Chunki qarang, 5 ni 4 ga qo'shsak, bizda 9 bo'lyapti oxirida. Mana yozaman, qarab turingida 45 plus 4 qilaman, o'rnidan almashtirib qo'yaman xolos. Shunda 45 ni 4 ga qo'shsak, kalamizda ham ishlab ko'rsak bo'ladi. Bizda necha bo'ladi? 49. 5 plus 4 imiz 9 bo'lyapti. Shunda 49 minus 9 imiz juda ham oson edi ishlash. Kalamizda ham ishlayveramiz, 40 ni beradi. Chunki 9 minus 9 imiz bizda 0 bo'ladi. Tushunarlimi? Bu bizning birinchisining javobi bo'lyapti. Keling, tevasiga ham yozib qo'yamiz 40 deb buni. Qani 40 imiz chiroyliroq bo'lsin. Endi ikkinchisi 21 minus 4 plus 3. Bu yerda ham yaxshilab e'tibor bering. Mana bu yerdagi birimizni 3 ga qo'shib olsak, 4 bo'lyapti. Shuni 4 dan minus qilib olaveramiz. Osonroq bo'ladi hisoblash. Yozganimda joy bilan almashtiraman bularni. 21 oldin plus 3 qilib olaman, keyin minus 4 qilamiz. Shunda 21 ni 3 imizga qo'shsak, bizda 24 bo'ladi. Endi 24 dan 4 minus qilish juda ham oson va javobi bizda 20 ni beradi. Uchinchisi 56 minus 8 plus 2. Joy bilan yana almashtiramiz, sababi 6 plus 2 imiz bizda 8 ni beradi. Minus qilganda osonroq bo'ladi. Yozamiz 56 plus 2 minus 8. Shunda 56 plus 2 imiz bizda 58 ni beryapti. 58 dan minus 8 qilib olsak, bizda qani yozib qo'yaylik buni ham. 58 minus 8 imiz bizda 50 ni beradi. Javoblarni tevaga yozib qo'yaylik. Demak, ikkinchisining javobi bizda 20 bo'lgan, uchinchisining javobi esa 50. To'rtinchisini yozamiz. 37 minus 8 plus 5. Endi qarang. Endi bu yerda biz 37 ni 5 ga qo'shib qo'ya olmaymiz. Sababi bizda 8 ni bermaydi. 7 plus 5 imiz 8 ni bermaydi. O'tib ketib qolyapti. Qanday qilib hisoblasak bo'lar ekan buni? Buning uchun qarang, biz 5 imizni bir sonini ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni 5 ni 4 emas, birinchi o'rinda 1 va 4 ga ajratib olishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu degani, qarang yozaman, barobar deyman, 37 deyman, plus qilaman, chunki 5 ni oldida mana bu yerda plusimiz turibdi. Birinchi sonimiz 1 turibdi. Birinchi o'rinda plus 1 qilib olaman. Keyin minus 8 imizni yozib qo'yamiz. Keyin oxirida plus 4 qilamiz. Plus 4. Endi ishlashda osonroq bo'ladi. Nimaga?
Birinchi o'rinda 37 plus 1 qilib olsak, bizda 38 ni beradi. Ko'ryapsiz-a? Yozganimizda 38 minus 8 imiz plus 4 deymiz. 38 minus 8 bizda 30 ni beryapti. Endi 30 ni 4 ga qo'shib olsak-da, bizda 34 bo'ladi. Tushunaman, ozgina cho'zilib ketib qoldi-yu, lekin usulni o'rganib olsangiz, o'zingiz ham bemalol kalangizda hisoblab ketaverasiz. Bu birinchi usul edi. Boshqa usul bilan ishlasa bo'ladi buni. Boshqa usulni yozmay qo'yaveray, o'zimcha ko'p yozib yubordim. Hozir 4-vazifamizga javobini yozib qo'yamiz. Bu yerga 34 deymiz. 72 minus 6, 5-inchisi. 72 minus 6 plus 4 turibdi bizda u yerda. Endi biz 2 mizni 4 ga qo'shsak 6 chiqar ekan. Ya'ni joyi bilan almashtirib olamiz shu sonlarni. 72 plus 4 minus 6 barobar 72 plus 4 imiz 76 bo'lyapti. Endi 76 minus 6 imiz bemalol 70 chiqib keladi. 6-inchisi va oxirgi bizning vazifamiz 42 minus 5 42 minus 5 plus 3. Bizda ya'ni 2 ni 3 ga qo'shib olsak 5 chiqyapti. Javob bilan almashtiramiz. 42 plus 3 minus 5. Shunda 42 ni 3 ga qo'shsak 45 bo'ladi. 45 minus 5 imiz esa 40 javobni beradi. Javoblarni yozib qo'yaylik. 5-inchisiga bizda 70 bo'lgan. Bu yerda esa 40 bo'ldi. Ko'rib turibsiz, qiyin emas. Usulni o'rganib olganingizdan keyin o'zingiz ham bemalol kalangizda hisoblab ketaverasiz. Shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga yozib oling va hozir keyingi vazifamizga o'tishdan oldin videoroligimizga bitta like ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 8-vazifamizni boshlaymiz. YouTube va Telegram kanallarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 8-vazifamizni o'qiymiz. Masalalar tuzing va ularni yeching. Demak, bizda ikkita kichikroq jadval berilgan. Bu asosda biz sizlar bilan masala tuzamiz. E'tibor bering, birinchi gapimizda bizda yozilyaptiki, bor edi 12 ta va 18 ta o'yinchoq, sotildi 15 ta o'yinchoq va nechta qolganini topib olishimiz kerak. Xo'sh, ikkinchi jadvalimizda esa yana bor edi deb yozilyapti. U yerda demak 55 ta o'yinchoq bor ekan. Sotilgan soni 4 va 5 tasi sotilib ketibdi. Qancha qolganini bilmaymiz. Demak, tasavvur qilamiz, bizda ikkita magazinimiz bor. Birinchi magazinimiz, deylik, mana bu magazin 1 deyman. Mana magazin 1 yoki do'kon deyishingiz mumkin, farqi yo'q, ha? Men magazin deb qo'yaverdim. Magazinimiz 2, ikkinchi magazinimiz. Demak, yozganimizda nima qilib yozsak bo'ladi? Magazinda magazin 1da bizda magazin 1 tagiga yozib ketamiz. Bor edi deymiz. Bor edi 12 ta va 18 ta o'yinchoq. Sotildi 15 ta o'yinchoq. 15 ta o'yinchoq sotilib ketdi, lekin qolgani noma'lum. Qoldi bizda noma'lum. Bu birinchi magazinimiz bizni, birinchi magazinimiz. Endi ikkinchi magazinga xuddi shuni qilib yozib qo'yamiz. Ya'ni yozganimizda magazin deymiz. Magazinimizda bizda bor edi 55 ta o'yinchoq. Sotildi bizda 4 ta va 5 ta o'yinchoq sotilib ketdi. Qani 5 ta deyman, sotilib ketdi. Lekin qolgani bizda noma'lum. Biz sizlar bilan demak ikkita magazinimizda nechta o'yinchoq qolganini topib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi vazifamiz bizni, qani joy qolyaptimi? Joyimiz qolmayapti. Qarang, bor edini hisoblab olamiz. Nechta bor ekan?
Birinchi o'rinda biz 12 mizni nechta borligini aniqlashimiz kerak. 12 mizni 18 ga qo'shamiz. 12 plus 18 qilamiz. 12 plus 18 qilamiz va hisoblaymiz. Biz sizlar bilan hozir maktab usuli bilan ishlab ko'rdik bir nechta vazifamizni. Keling, ilgari hisoblagan vazifa bilan usul bilan ham ishlab ko'ramiz. Chunki yangi usullarni ham o'rganib turish kerak. Bu yerda juda ham qulay savollar turibdi. Yangi usul bilan ishlashga. Ya'ni 12 plus 18 qilsam, qarang, qiyin emas bu usulimiz. Ilgari ham yozganman bu usulni sizga. Hisoblash qiyin bo'lmaydi. 2 mizni 8 mizga qo'shsak, bizda necha bo'lar ekan? 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 1 qolyapti. 10 deb yozib bo'lmaydi. Shu 1 ni eslab qolamiz. Tagiga nuqtani yozamiz. Endi tavadagi 1 plus 1 imizni qilsak 2 bo'ladi. Va tagidagi mana 1 ni qo'shsak 3 bo'ladi. Ya'ni bizda bo'lgan soni, o'yinchoqlarning soni 30 ta bo'lgan ekan. Sotilib ketganlik soni 15 ta bo'lyapti. Buning uchun biz 30 dan minus 15 qilamiz. Minus 15 qilamiz. 0 minus 5 qilib bo'lmaydi, e'tibor bering. Buning uchun biz 3 dan qarz olamiz. 3 nolimizga 10 ni beradi. Shunda 10 minus 5 imiz 5 bo'ladi. 3 imiz qarz berganligi uchun 3 imiz 2 bo'lib qolgan. Endi 2 minus 1 imiz 1 ni beradi. Ya'ni bizda 15 ta o'yinchoq qolyapti birinchi magazinda. Ikkinchi magazinimizga o'tamiz. Ikkinchi magazinimizga o'tsak, bu yerda birinchi vazifamiz bizda bor soni berilgan, lekin biz bilmaymiz nechta sotilib ketganligini. Nechta sotilgan ekan? Bizda 4 ta va 5 ta sotilgan ekan. Buni oddiy maktab usulimiz bilan ishlab ko'rsak bo'ladi. Ya'ni qarang, 55 necha sotilgan? 5 ta va 4 ta. Birinchi o'rinda 5 ni yozaman. Qarang, sotildi-ku, minus qilamiz. 5 ta sotildi va minus qilamiz, 4 ta sotildi. Shunda ishlash osonroq bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda 5 ga tugayapti, bu yerda ham 5 ga tugayapti. 55 minus 55 minus 5 imiz bizda 50 ni beradi. Ya'ni 50 minus 4 bo'lib qolyapti. 50 minus 4 ni agar kallamizda ishlaydigan bo'lsak, qanday qilib ishlab ko'rsak bo'ladi? Xohlasangiz, mana bu yerdagi usul bilan ishlab ko'rsak ham bo'ladi. Xohlasangiz, maktab usuli bilan ham ishlab ko'rsa bo'ladi. Buning uchun biz 50 ni xohlasangiz ikkita songa bo'lamiz. Bular 40 va 10. Shunda 40 plus 10 qilaman, minus 4 qilaman. 10 minus 4 ni birinchi ishlab olamiz. 10 minus 4 imiz bizda 6 ni beradi. 40 plus 6 imiz esa 46. Demak, bizda ikkinchi magazinimizda, e'tibor bering, 46 ta o'yinchoq qolyapti. Javoblarini yozib qo'yamiz. E'tibor bersangiz, hattoki javobi ham bizda 2 ta bo'ladi. Chunki jadval 2 ta. Jadvalimizga hech qanaqa umumiy sonni yozmagan, jamini toping deb demagan. Shunga javobni ham 2 ta qilib yozamiz. Ya'ni, birinchisini javobi, birinchi magazinda bizda javob deyman. 15 ta o'yinchoq sotilyapti. Bu birinchi magazinda. Ikkinchi magazinda esa javobi bizda 46 ta o'yinchoq sotilib ketyapti. Shoshilmasdan, chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Shu bilan uy vazifamiz bugun tugaydi. Video roligimiz yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.